Ko'pchilikdan bitta savol kelyapti. Men donor bo'lsam, qancha muddatdan keyin ishga yaroqli bo'laman? Donorni qilayotgan ishini ko'ring. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ayni vaqtda men Dehlidaman, Max Saket klinikasidan sizlarga ko'rinish beryapman. Ko'pchilikdan bitta savol kelyapti. Men donor bo'lsam, jigar ya buyragimni birorta yaqinimga bersam, qancha muddatdan keyin ishga yaroqli bo'laman? Ya'ni mehnat qila olaman degan savol ko'p kelyapti. Aslida bu savolni javobini doktorlardan olish kerak edi. Men sizlarga yordam beraman. Aynan shu doktorlarning javobini sizlarga aytaman. Yaqinda Andijon viloyatidan bir bemorimiz, Ashurbek degan bemorimiz aynan shu Max Saket klinikasiga jigar transplantatsiyasi uchun kelgan. Juda og'ir ahvolda edi. Buni videosini qo'yganman. Hattoki bizni ishxonamizga borib Ashurbek mashinadan tushgani qiynalgan. Ya'ni o'zim kelib mashinada ko'rishganman. Bunga Zohriddin ukasi donor bo'lgan. Endi bularga 16-iyun kuni bo'lgan ekan operatsiya. 2025-yil 16-iyun. Mana uyga bordi, donorda endi hayotini gapirib beryapman, donorda. Ishga yaraydimi degan savolga mana men o'zingizlar ko'rib olinglar. Donorni qilayotgan ishini ko'ring. Bu bitta sog'lom odam qiladigan ishni qilyapti-da. Men Zohriddinga o'zim ham kulishdim. Nima deydi, mahallada eng sog'lom odamning ishini qilyapsiz, sal ehtiyot bo'ling. Sal qarang jigarga desam, "Yo'q domla, bemalol ishga kirishib ketganman" deyapti. Nima demoqchiman? Bu doktorlar aytadi, Hindiston doktorlari, donor bu yerdan uyga ketdimi, buyrak, jigar transplantatsiyasi bo'lib, 3 oydan keyin sekin hayot tarzini o'zgartirish kerak. Ya'ni mehnat qilishni boshlash kerak. Kimdir bog'bon, kimdir cho'pon, kimdir ketmon ushlab dehqonchilik qiladi, kimdir qora mehnat. Xullas, hammani o'zini sohasi bor. Ishga kirishib ketsin, bemorlaringizga ayting, uyda yeb yotavermasin deyishadi-da. Shuning uchun endi 6 oygacha yuk ko'tarish mumkin emas deydi. Ya'ni chok chiqib qolishi mumkin, grija chiqib qolishi mumkin. 6 oydan so'ng bemalol bitta sog'lom odam qiladigan ishni mana hozir Zohriddin bemalol qilyapti. Yana Zohriddin nima deydi menga? Domla, sizni sport bilan shug'ullanayotganingizni ko'rib bizga ilhom kelib ketyapti. Ya'ni motivatsiya olyapmiz deyishyapti-da. Donor tez hayotga kirishib ketadi, xudo xolasa. Mana bir qanchalari farzand ko'rgan, bir qanchalari o'g'il, qiz ko'rgan, hammasi hayotga kirishib ketgan. Mana yaqinda Rustamjon o'zi ham shu Max Saket klinikasida jigar transplantatsiyasi bo'lib ketdi. Qizi donor bo'lgan. Mana hozir nevara ko'rdi Rustamjon. Uni ham videosini xudo xolasa, agar qudalari ruxsat bersa, alohida shu chaqaloqni olib chiqaman. Hozir ayni vaqtda men Max Saket klinikasidaman, Dehlida. Mana shu telefonlar ishlayapti. WhatsApp bor, Telegram bor. Bemalol aloqaga chiqing. Mana bu yerda meni hozir tarjimonim kelib qoldi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. To'xtab turing, sizdan o'zi alohida intervyu olishim kerak. Mana buni ushlab gapiring.